Aylana teng yo'lli to'g'ri burchakli uchburchakni katetlardan biriga urinadi va shu katet qarshisidagi o'tkir burchak uchidan o'tadi. Aylananing markazi uchburchakning gipotenuzasida yotadi. Uchburchakning kateti esa Aga teng. Aylanani radiusini toping. Hop, ABS to'g'ri burchakli uchburchak berilgan bizga. Kateti Aga teng yo'lli uchburchak bo'yicha bunisi ham Aga teng. Aylana markazi O nuqta gipotenuzada yotadi. Aylana markazidan aylanani AC katetga urish nuqtasiga perpendikulyar tushirsak, bu perpendikulyar aylana radiusiga teng. Uchburchagimiz teng yo'lli to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun bu 45 gradus. Bu burchak bilan bu burchak 90 gradusligidan bu burchagimiz ham 45 gradusga teng bo'ladi. Sababi parallel bo'lgani uchun. Demak, bu tomoni ham 45. Demak, bu kesma ham radius. Pifagor teoremasidan AO kesmamiz ildiz 2 ta radiusga teng. OB kesma o'zi aylana radiusga teng edi. Hop, dastlab AB gipotenuzamiz birinchi tomondan ildiz 2 radius plus radiusga teng, ikkinchi tomondan ikkita kateti A bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun gipotenuzasi ildiz 2 A ga teng. Bu yerdan radiusimiz teng bo'ladi ildiz 2 A. Radius topadigan bo'lsak, ildiz 2 A taqsim ildiz 2 plus 1. Irratsionalni qutqaradigan bo'lsak, ildiz 2 A ko'paygan ildiz 2 minus 1. Radiusimiz A ko'paygan 2 minus ildiz 2 ga teng.